Feruza Normatovani qoqqan insonlar spiskasida Hamdam Sobirov, Alisher Uzoqov va shunga o'xshagan insonlar qolib ketgan. Sizlarga shu qiziq. Sizlarga mana bu bola qiziq emas, o'sha joningizga tegib ketdi. Bilaman. No, azgina. Yana bir ikkita reels. Shu bola haqida informatsiya eshitib olinglar. Iltimos sizlardan. Mana shu bola vashshi o'zini gangsterman deb chiranib mani oilamga gurajat qilib yotibdi. Prosta o'zinglar uchun ko'rib olinglar. Mirzaahmedov Mirsardor Ma'ruf o'g'li 1995-yil 11-dekabr kuni tug'ilgan, 168-modda bilan O'zbekistonda qidiruvga berilgan. Hozirda Dubayda addushi berkinib yuribdi. Bu isqirt birovlarni onasidan so'kishni yaxshi ko'rgani uchun 2014-yil mana bu bolani onasidan so'kadi. Buni klichkasi ko'chada Bobboy. Bobboy o'zini o'rtoqlari mana sizlarga aytib bergan Azamat rahmatli birgalikda borib bunga konkretni действия qilishadi. Va bu terpili konkretni yozib chizib berganidan keyin Bobboy 8 yilga qamalib ketadi.